Odamlar eshitmadim demanglar. Hazil Show nomi bilan Mening yurtim telekanalida xizmatingizda bo'lamiz. Bizni tark etmang. Biz sizni hech qachon tark etmaymiz. Kulishamiz, maza qilib kayfiyatlarni ko'taramiz. Tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Landi Hazil Show boshlandi. Biz yaxshi bilamizki, qora non oq nonga nisbatan bizga foydaliroq. Buni foydasi, demak, qora nonda oq nonga nisbatan tarkibida 30% kaliy va 50% magniy elementlari bor. Bu albatta inson yuragini, qon tomirlariga juda katta foydali. Buni ko'p eshitganmiz. Shuning uchun ko'proq biz qora non iste'mol qilsak foydadan xoli bo'lmas ekan. Nima ham derdik, mavzuni hazillarimizda davom etamiz. Ketdik. Pul uchun nimalar qilyapti odamlar? Dunyo qalqiyapti. Pul uchun dunyoda urushlar, tortishuvlar, talashuvlar bo'lyapti. Pul uchun oilalar ajrashib ketyapti. Pul uchun aka-ukadan bir-biridan voz kechib ketyapti. Tok shoularni qarang. Pul uchun o'sha odamgarchilik. Ota boladan kechyapti. Ota boladan kechyapti. Televizorni qo'ysangiz ham hammasi shu pul uchun. Oqibat yo'q. Oqibat degan narsa yo'q. Oqibat kim oqibat qiladi? Ha? Kim? Qaysi bir-biriga oqibat qilib qo'yib qo'yibdi? Shuning uchun siz menga oqibatdan gapirmang. Non narxi 3000, bir tiyin kami yo'q. 2,5 mingdan yo'q. Asl kami 3000 dan. Shuni tinchimagan odamlar. Chet elda bittasi suvni tagida 5 daqiqa turib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiribdi. Ey, sen tandir ichida 2 soatdan beri nima qilyapsan? Anaqa non tushib ketdi. Olov yonib turibdi-ku, kuyib ketyapman. Tezroq non olsam. Voy kechdi. Tavba qildim. Lekin 5 minut suv ichida turish o'zi bo'lmasa kerak. Ustoz, bitta savol bor edi. Sen savol bo'layotgansan. Bo'l gapir. Haligi non yopish ham qiyinmi, ustoz? Bo'lmasamchi, non yopish, tandirxonada, olovda turish, nonni yopib uzish oson ish emas uka, mehnat. Hamma ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor uka, bu ham mehnat. Ana, men shuni uydagilarga aytsam tushunishmaydi-da. Bor undan ko'ra pul top deyishdi, tushunishmadi. Men oxiri sizga shogird bo'lib tushundim. To'g'rida kompyuter o'ynab o'tirgandan nima ma'ni, nima foyda? Mehnat qilsang, kechani tering bilan tirikchilik qilsang yaxshi-ku. Ha, ustoz, men kompyuter o'ynab yaxshi pul topardim. Musobaqaga chiqib oyiga 2000-3000 dollarlar pul topardim. Yo'q-e? Ha? Ustoz, Lashma xalaq qilib, tacha, qo't! 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 Neft mahsulotlari haqida gapirganda 20-asrgacha neft mahsulotlaridan odamlar o'zlari qo'lbola benzin ishlab chiqarishgan va foydalanishgan. Bu tabiatga haddan ziyod ko'p zarar yetkazganligi uchun, insonlarning o'zlarining sog'lig'iga xavfli bo'lganligi uchun neft kompaniyalari 20-asrdan keyin tashkil etilgan. Shu mavzuda Hazil Show ijodkorlari hazillarini davom etishadi. Ketdik. Hurmatli Jamshidjon, biz jamoamiz nomidan seni tavallud topgan kuning bilan tabriklaymiz. shag'am hozir o'zim boplayman hozir. Shag'am yo'q ekan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ha ha ha. Happy birthday. Happy birthday to you. Jamshidjon, birinchi navbatda seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman kollektiv nomidan. Ikkinchi navbatda ma'muriyat nomidan ishdan haydalganing bilan tabriklayman. Mana bu sovg'a senga, lekin ishdan ketding.
Nimaga bo'shadi ishdan? Mana yoqilg'i quyish shoxobchasini hududida ko'z o'ngimizda olov yoqdi. Zajgalka yoqdi. Happy day, happy day, happy day. Happy day, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday, happy birthday to you. Ha. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tomongacha tozasidan quyib bergan 95%. Bo'ldi. Dangarlar. Bo'ldi. Bak to'lguncha. To'ldirib qo'ying. Ha. Pulni beraman. Xo'p. Urib qolmanglar. Senlar bilaman zapashni urib qolasanlar senlar. Yo'q. Dangarlar quyib kelgan Bo'ldi. pulni beraman men. Pulni kassaga to'lib olasiz. Yoqaman. Bo'ldi gapni. Olib kel. 05 polni ekan. Tomog'igacha. Bir qiziq ma'lumot. Olimlarni bu tinib tinchmagan olimlarni kuzatishlariga qaraganda, ko'pchilik o'sha qurilish kompaniyalarida ishlaydigan xodimlar do'konga kirganda ham kaskada kirib ketib qolar ekan. Oshxonaga kirganda ham kaskada kirib ketib qolar ekan. Hojatga ham kaskada kirib ketib qolar ekan. Yotoqxonaga ham kaskada kirib ketganlar bor ekan. Endi nima ham derdik, xavfsizlikka o'rganib qolishganda. Hazil show ijodkorlari o'z hazillarini qurilish mavzusida davom etishadi. Marhamat, ketdik. Og'ayni, bular kim? O'g'rilar. O'g'rilar bo'lsa nimaga militsiyaga xabar qilmayapsiz? Lemay turing. Ha. Shu simlarni tashib chiqarishga o'zi odam izlab yurgan edim. Falon pul berib tashib chiqartiraman. Chiqarib bo'lsin, keyin militsiya chaqir. Ha, qoyil. E'tibor qilmang. Ana tash bo'ldi. Endi chaqirsam bo'ladi. Guvohim bor deng. Mana oxiri topdim. Topdingizmi? Bitta qolganida buni ham o'zim olib qo'ygan edim, qaynog'amga beraman deb qo'ygan. Qaynog'am usta bo'ladi. Shunga olib qo'ygan edim, siz yaxshi odam ekansiz. Muomalangiz yoqdi, shu uchun sizga nasib qilgan ekan. Rahmat. Mana. Baraka topinglar. Siz aytgan narsa shu bo'lishi kerak. Qanib ko'ring-chi. Ana. Pulini kassaga olib kelasiz. Voy. Oy. Voy. Beni Şeralim, beni Yıldızım. Qarab o'tirmaylar, yaxshilab taxlaylar. Ha. Ana drill olgan mijoz ketdimi, ketmadimi? Yo'q, o'ynab o'tiribdi hali ham. Mana qarang, shu odam o'zi sog'mi o'zi? Soppa-sog'. O yangi Novostroykadan uy olgan ekan. Bir yil davomida faqat remont ovozi eshitilavergan. Kecha remontlar tugab bo'pti hammasiniki. Endi drill ovozi, nimalar shovqinlar kelmaganiga bu mazasi qochib qoldi. Shunga kelib hozir nima qilamiz dedi, shu maslahat berdim, shu drill olib maza qilyapti. Shunga o'ylab o'tiribdimi? Ha, ovozini sog'ing. Hadi. Qish ko'tarib keldingiz. Rastvor qildingiz. Qorishma. G'isht terdingiz. Ko'p qavatli bino qurdingiz. Devori. Suadis. Qumsuvoq. O, tomini ham qurdingiz. Ko'p qavatli binoni tomini. O, o'sha lampochka qo'ydingiz. Listr. Tayyor. Ko'p qavatli dom qurdingiz, uy qurdingiz. Ana
Sen ushangan odamlar ham ushlanadi. Boshlasak bo'ldi. Qurilish qilamiz. Qurilish qilamiz. Qarang, bir qiziq ma'lumot. Shvetsariyada kechqurun 9 dan keyin dush qabul qilish taqiqlanar ekan. Agar kimda kim dush qabul qilsa, kattagina jarimaga tushar ekan. Shuning uchun shvetsariyalik erkaklar asosan o'zlarini hududlaridan sevib, o'zlarini hududlaridan uylanishga harakat qilishar ekan. Agar boshqa shahardan, boshqa joydan sevib turmush qurishsa, u kelgan kelin bu yerning qoidalarini bilmasdan 9:30 da dushni ochib, katta jarima keltirishi mumkin ekan. Xo'sh, hazillarimiz davom etadi. Hazil shou ijodkorlari aynan mavzuda hazil qilishgan. Ketdik. Mirzabek aka! Ho! Ha, Mirzabek aka. Hollabey. A, qani siz? Ya Zokir to'y. A, ketdik. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Hech kim qolmadi, ikkalamiz choyxonada bolalar hammasi. Ha, men hozir shunda keliningizga aytib qo'y, biroz aytib qo'yaman. Mushtiparda, mushtipar biroz aytib qo'y. Mushtiparga tezroq aytasiz. Hop. Tez. Onajonisi, onasi, ajab bo'l. Bu yigitlar choyxonaga chiqib ketishyapti ekan. Shunga haligi yo'lim ekanda magazinga o'tib parashok olib kelardim. Olib keling, ertalabdan beri parashok olib kelishingiz kerak edi. Pulsizda-yu. Hozir. O'zar endi haligi kirchilar bor ekan. Qiyin ekan sizga ham. Menga bu qiyin joyi yo'q. Masalan, kir olaman, shunda mashinaga tashiyman, yo'radi. Men ungacha xamirimni tayyorlab qo'yaman. Xamir achiguncha bolalar darsiga yordamlashaman. Hech qiyinchilik yo'q, nolish yo'q. Hozir kutib turasiz. Pul bersalar, do'konga chiqib kelamiz. Bo'ldi. Bolalarga nima deb qo'yay? U oilasini tanladi deb aytasiz. Ha, nima ochilmaysan? Nima bo'ldi o'qishing? Kirdingmi? Kirmadingmi? Ha, o'qishimmi? Aytmaysan. Ya, o'qishni men o'ylab ko'rdim dada. O'qishda erta kech yo'q deyshadi-ku. Men o'ylab ko'rdim. Mana 4 yil o'qiyman, 4 yil vaqtim ketadi. Undan tashqari bordi keldi, yo'l kira xarajatlari bor, to'g'rimi? Keyin siz kontrakt to'laysiz, keyin u ham xarajat, keyin undan ko'ra shu o'qishdan ko'ra men biznes qilmoqchiman dada. Shu biznes plan mo'ljallab turibman. Faqat ozgina o'xshamay turibdi shu biznes planim. Qani biznes planining hozir emas, 5 yildan beri o'xshamay turibdi. Shundan ko'ra o'qishga kira olmadim deb qo'ya qolsang bo'lmaydimi gapni qisqa? Ha. Kirolmadim. Senga sarflagan pulimni shu molga sarflaganimda edi. Senga qilgan e'tiborimni shu molga qilganimda edi. Moldan normalniy daromad qilardim. Yangi televizor dadasi. Yangi televizorda Qoyqadam qutlug' keldi. Futbol ko'ramiz hozir. Futbol? Ha. Futbolga qiziqasizlarmi? Ashaddiy muxlisimiz oilaga. Ha, bitta savolim bor. Bu bizning birinchi mahsulotimiz. Agar shu savolimga to'g'ri javob bersanglar, men shu televizorni o'rnatib berishlari bilan hamma xizmatimiz bilan tekinga berib ketaman. Agar ras futbolga qiziqadigan bo'lsangiz. Savolim, Realchimisiz, Barsachimisiz? Voy, biz Barsachi. Hammamiz Barsachilar. Barsachimi? Ha, Barsachi biz. Qanaqa oilasizlar sizlar? Ha? Barsaga ham balet qiladimi? Barsa ham komandami? Bir erkak odam bir Realga bir baletchilik qilmaydimi? Real mana, Realga muxlislik qilish kerak. Ey, Husniddin, surat. Qaytinglar, davay, ol. Yechinglar buni, davay. Yech. Ey, men realchiman men, ey, televizorda qolmayman, men realchiman. Nima qilib qo'yding? Tayyor televizor berib yording. Men realchiman-ku, sen kallang ishlaydimi seni? Dadasi, futbol ko'rganda Barsa deb baqirasiz-ku. So'kinaman, Barsa deb so'kinaman men. Men realchiman-ku men.
keyingi paytlarda psixologlarga e'tibor berish, ularga ishonish qaysidir ma'noda ko'payib bormoqda yurtdoshlarimiz orasida. Psixologlarning aytishlariga qaraganda, dunyo bo'yicha ishdan ketganlarning 50% stressdan ketar ekan. Stress tufayli ishdan ketar ekan. Demak, bir kunda dunyo bo'yicha 1 million odam ishdan ketar ekan. İşten ketishdan ko'ra ishni davom etish hammamizga nasib qilaversin. Hazil show o'z hazillarini davom ettiradi. Ketdik. Xurshidxon, Labbay. kofeni qanday damlardingiz menga? Kofeni 2 qoshiq, choy qoshiqda shakar solasiz. Shakar 2 qoshiq, ha? Ha, 2 qoshiq solasiz. Hozir 1 daqiqa. 1, 2 soldim. 2 qoshiq shakar soldim. Endi 1 qoshiqda kofe solasiz. Agar xohlasangiz 1,5 qoshiq soling. Siz menga damlaganingizda necha qoshiq solardingiz kofe? Men sizga damlaganimda 1 qoshiq solardim. Bo'ladi, shu 1 qoshiq. Mana soldim. Soldim, kofe ham soldim. Endi qaynagan suv solasiz. Qaynagan suv xo'p bo'ladi. Soldim, qaynagan suv ham soldim. Endi aralashtirasiz. Xo'p. Qani bir ichib ko'ring-chi. Hozir. Yaxshi chiqmabdi. Zo'r chiqibdi, zo'r, a'lo chiqibdi. Xurshidxon, siz damlagan kofedan zo'r chiqibdi. Kofe damlashni o'rganib oldim. Endi siz ishdan bo'shadingiz. Telefon qilmang qayta. Sigaret chekib. Hozir turlar. Xo'jayin, shu farrosh xotinni o'rniga boshqa xushmuomalaliroq, chiroylikgina past ovozda "Assalomu alaykum, tozalamasam mayli" deydigan olsa bo'lmaydimi? Farrosh xotinni baqirishini qarang. Qaynonamni ishdan haydalmayman-ku. Assalomu alaykum aziz teletomoshabin do'stlar. Hazil Show kanali o'zini maxsus intervyusi bilan sizlarni xizmatingizda. 7-qavatdan o'zini tashlab yubormoqchi bo'lgan fuqaromizni mana shu oliyjanob inson qutqarib qoldilar. Shu haqida gaplashsak. Sizni qutqarib qolishingizga nima sabab bo'ldi? Avvalambor assalomu alaykum. Bu odamni men kuzatib turgan edim. Qarasam, yo'q qarashlari bejo, xatti-harakatlari menda shu bir shubha uyg'otdi. Ya'ni hayot bilan budolashmoqchi bo'lganini sezdingiz. Qandaydir hayotdan to'yganligi, bir umidsizlikka tushganligi meni diqqatimni torttirdi, kuzatib turdim. Yaqinroq turdim. U 7-qavatni balkoniga qarab bordi. Keyin men ham sekinroq yaqinlashdim, bildirmagan holda. Qarasam shu siz hamma ishingizni tashlab shu odamni qutqarib qolish uchun borganingiz o'zi bir jasoratda. Ko'nglim sezyapti-da, hozir shu o'zini otadi deb turib, haqiqatan o'zini otmoqchi shu oyog'iga osilib qoldimi, amallab, lekin o'zim ketib qolishimga ham sal qoldi. Uni ko'rganlar bor. Uni qutqarib qoldim. Shu bir odamni hayotini qutqarib qolish shu. U sizga begona. U begona, siz tanimaysiz uni. Yo'q, siz begona, qarindoshingiz emas. Begona. Nima sabab bo'ldi shu qutqarib qolish uchun? Sababi insonchilik, qahramonlik tuyg'usimi? Qutqarib qolganimiz sababi men bankirman. U odam meni bankimdan 500 million kredit olgan. Shuni biz har bir katta kredit olganlarning orqasiga hushyorlik uchun o'zimizni xodimlar qo'yib qo'yamiz. Bu odamga men mas'ul edim, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Shuni qutqarib qoldim. Bu degani 500 million so'm pulni bankimga qutqarib qoldim degani. Obbo sevishganlar haqida Chicago universitetining olimlari bir qiziq faktni aytishyapti. Hayotda yigitlarning o'zlari sevishib
topgan qizlaridan ko'ra boshqalarni tavsiya qilgan qiziga uylanganlar ko'proq baxtli ekanlar. Nima ham dedik, lekin bu fakt. Hazil show ijodkorlari o'z hazillarini sevgi mavzusida davom etishmoqchi. Ketdik. Qani ochingchi. Qani og'zingizni oching. Ha, qani. Qo'rqmang, oching, kattaroq oching. Qani. O, qizarib ketdi-yu tomog'ingiz. Muzda ichdingizmi deyman a? Voy, tishlaringiz ham, jag'laringiz ham og'riydi menimcha. Obbo. Qatga qaragansiz a? Yog'i. Alo. Ha, ona? Ya, bo'lmaydi, bu kasal-ku. Nima qilaman buni? Ya, boshqa nomda topinglar. Ya, bu turgan bitgani kasal bo'lyapti. Ya. Toppa sog'dan topinglar. Ha. Bo'pti, hozir ketyapman. Darslaring qabullimi? Qiyaman. Uylarni tozalab qo'ydingmi? Uylar top-toza. Ovqat qildingmi? Siz yaxshi qilgan osh qilganman. Osh bo'lsa yaxshi. Aka, bikini aka. Nimaga? Bikini. Hatta kim? Yigitim kelyapti bikini. Sen yigiting bormi hali? Qani qaysi biri? Qani yur ko'rsat menga. Adashib. Besh oldimga ko'rsatma qaysi biri. Ha, aziz do'stlar, har bir narsa boshlangandan keyin uni tugashi ham bor. Rejissyorimizni imo ishoralariga qaraganda bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Bu degani kulishish, hazillashish o'z nihoyasiga yetadi degani emas. Hazil mutoyiba davom etaveradi. Qalbingizni hech qachon hazil mutoyiba, kulgu tabassum tark etmasin. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha.